Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli YouTube kuzatuvchilar. Navbatdagi obyektimizni ham xudo xolisa yakunlab oldik. Bu obyektimiz Andijon shahrida bo'lib turibdi. Ko'rib turganingizdek, ixchamgina, shinamgina bo'ldi, arzon variantida bo'lgan. Birma-bir tanishtirib o'tamiz. Birinchi o'rinda razmerini aytib o'tsak, eniga 1.60 bo'lib turibdi, uzunligi esa 280. Ko'rib turganingizdek, polni dekorplastdan bo'lgan devorlarimiz и patologimiz dekorplastdan bo'lgan ichkarilar fonli shumka bo'lgan stiklavatalardan fonli ashifka qilingan kak termiz sifatida bo'lgan devor pollarimiz mozaika bo'lgan, aytib o'tganimizdek arzon variantida bo'lgan deb aytib o'tdik. Fonli mozaika bo'lgan, mozaika mana hali qurishga ulgurgan yo'q. Mozaika bo'lib turibdi. Bu tomonimiz dushovoy zona, bu tomonni mana 1.10 qilib shunday bordür qilib to'sib qo'yganmiz. Bu tomonga o'tmasligi uchun plus ukloni ham normalniy holatda 60 cm lik trap qo'yilib ketgan. Bu yerga dushovoy sitr qo'yilgan, shampun qo'yish uchun, so'ng shampun uchun polga qo'yilgan. Dushovoy dush tomonimiz, dushovoy zonamizga xuddi shunday qilib pardada to'sib qo'yiladi. Yuvingan holatda shunday to'siladi. Kerak paytda yig'ishtirib qo'yiladi. Bu yerga bitta vitichka qo'yilgan havo tortish uchun. Xudo xolasa bu yerga mana ko'rib turganingizdek rakvina. Bu yerga esa oynasi qo'yib o'tgan, oddiy oynadan. Bu yerga pol avtomat kir mashina qo'yilgan. Pol avtomatligi uchun shunday semisitr qo'yib ketdik. Issiq suv, sovuq suvda ligirovka qilinaveradi. Shunday olinadi. Suv qo'yilib, shuni yopilgan. Kerak paytda yig'ishtirib qo'yilaveradi. Bu yerga fen uchun rozetka qo'yib ketgan. Elitali Ariston bu yerga qo'yib o'tganmiz. Bu yerimiz avtomat shitimiz bor. Bu yerga pulchator, elektromontajlarimiz bor. Yevro montaj bo'lgan. Har bitta tochkaga adden tortilgan. Hammamiz topli pol sistemasida isiydi. Bu yerga topli pol ko'rasi qo'yilib o'tilib ketgan. Bu yerga motor. Birma-bir hammasini tanishtirib o'tdik. Xudo xolasa kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu yerga esa vishilka qo'yib ketgan. Ham so'shilka bo'ladi, ham vishilka bo'ladi. Kerak paytda yig'ishtirib qo'yilaveradi. Hammamiz razmeri aytib o'tdik, bo'yini aytmamiz. Bo'yi 2 metr bo'lib turibdi, 2.10 bo'lib turibdi. 2 metr emas, 2.10. 2.10 bo'lib turibdi. Eshigimiz hammom biz kelgan paytda eshik o'rnatilgan edi. Bizdan ko'p joylarda biz kelgandan keyin zakaz qilinadi. Buni o'rnatib tayyorlagan. Eshik ozgina balandroq ekan. Shuning uchun mana shunday yechim qilib ketdik. Eshigini tepasini mana shunday qilib qo'yib ketdik. Chunki bu yerda fortichka bor ekan, endi ochilishi uchun. Mana havo almashtirishni ochilib ketadi. Xudo xolasa hamma yo'lda tanishtirib o'tdik. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarni qoldirib o'tamiz. Kelishilgan holatda respublika bo'ylab xizmat ko'rsataveramiz. Aloqadamiz. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.